Bugun yana Urganch Akun Babayevda yana bir klientimizni uyine ish qo'yib berdik. Shuni video obzoratda ko'rsatib o'tamiz sizlarga. MDF krashing deb aytiladi. Sveti oq svetda neoklassik stilda ishlangan, oynalatib ishlangan, aynalar biolis oyna, qosh oynadan ishlangan. İşimize oq bilan qora kombinatsiya qilib ishlaymiz. Qora zamok, qora petli, zamoklar ham shu yerda Stimul firmasining magnitli zamoklaridan bekleyenizde şirket bekletip turadi. Bu işimiz aynalarımız, zal, kuxniyalara dimzo'r tushadi, koridorlara eğer spalni bo'lsa, gluxoy varianti. Gluxoylar ham o'zine yarasha neobычный. Bu işimiz ko'pincha chetine molding qo'yib, tilla molding, kumush molding qo'yib zo'taladik. Bu molding varianti. Molding ham dim chiroyli chiqdi. Buni ham qo'yib berdik bu klientimizga ishlarni. Neden chishmaydi, burilmaydi, yetishmaydi. Zakonni bo'lib turaveradi. Kimga shunday sifatli yaxshi ishlar kerak bo'lsa, bizlar Aybek ishlar jamoasiga murojaat etaveringlar.